Ay, siz Qasımning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqaga tushadigan chiroyli cho'kan ekan. Bundan keyin yuzimni qandoq ko'tarib yuraman. Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qandoq? Har qaysing bu yerga onangni ergi bagil kelishdingmi? Seyit begimga igichi singlig'ini opirib so'labdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qilib? Unda qilma. Voy, shimg'ina va aqsini bir tipma bika. Hozirga kelgicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib taqmadim. Bechora nafasdan qopdi. Gelmeysin. Bu şeyde kalmasınlar. Ondan kımlanlar. Qemarga tikilgan xotin. Oyshem İsmail Tabassum. 8-qism. Zivarnisaning bu gapi bilan ayolning ta'lati o'ngdi va shoppida Qosim Polko'zga qarab chalvoqidi. Xinimga texi demaganmi xo'jam? Bizning begim sizlar bog'ichi Qosim oxun hamma gapni deb ahvolni tushuntirgach turadigan bo'ldi degan diya bizga. Men uyga texi bayroq tikilib, o'shda. Qamlashmagan chog'da qushqonga o'ltiradigan balikanlar sizlarmi? Man qarsizlar Zivarnisa xinim. Masilining erlari Qosim oxuncha, Namanchulaqning qimarxonasida qimar o'ynab desizlar, sizlarni bizning Seyit pay g'uftirib yetibdi. Ha, shuning bilan bular ikkisi orada tilxat bitib, har ikkisi o'z roziligi bilan barmog'ini bosganning gapi bor. Tilxatga asosan hozir biz sizlarni Seyit begimning qo'rqiga ib ketgani keldik. Biz bilan birga ketib Seyit payning 3-xinimi bo'ladilar. Tekin studiyasi. Zivarnisaning put-qo'li kalvolishib, o'zi havoda layligandek bo'lib qoldi. Uning o'z quliqi bilan anglayotganlarning rostligiga, bu ishlarning haqiqatan yuz berganligiga ishongusi kelmaydi. O Qosim Polko'zga qaradi. Qosim Polko'z bo'ynigacha qizargan holda yer beqib, tirniqini tatilab turadi. Uning ko'k ko'zlari Zivarnisaning ko'zlariga tutuq bermay, har yon qechishga urindi. Biroq ko'z jekida qetib qolgan ikki tomchi yosh nijotlik izdigandek pelildab qolgan edi. Uning ko'zini qochirishlaridan Zivarnisa ishning tagtiga yetdi. O'zining haqiqatan bir bo'yum, qo'y yoki kola o'rnida qimodi do'g'i tikilib, oqibatda uturib etilganligiga ishondi. Bu darajaga yetib, ma'o dallollar seni og'il keldik deyishib faqirab tursa. Nima uvolchilik, nima ahonat bu. Zivarnisa ming yerdan to'kilib yig'lig'inicha kaynidagi tomga yo'linib, eg'zini tutib qoldi. Bu gaplarni to'liq anglab yotgan To'xtiqon mo'may unsiz yig'lig'inicha so'l qo'li bilan tomga tirajab necha o'rnidan turmoqchi bo'ldi-yu, mag'duri yetmay yana yetib qoldi. O bir tarafga qiysiib qolgan eg'zini o'mallab, nimalarnidir demoqchi bo'layotgandek kuchinib ketdi. Ammo shuncha tirishsimi maqsadini aniq bildiramay, levini tishlab, yum-yum yig'lab ketdi. Qosim Polko'z bo'lsa, yerdan beshini ko'tarmay, tirniqini tatilgan peti o'ltirib ketdi. Zivarnisaning ko'zi To'xtiqon mo'mayda. Mo'mayning ko'zi bo'lsa Zivarnisada edi.
Momay oxiri kelinining yig'isiga chidamadi. U qarg'a keladigan so'l qo'lini jonsiz ko'targanicha o'g'liga ishora qilib, ovozini chiqarishga tirishib, ichida vaqirab ketdi. O'ltirishqanlar bu yonga kelishdan burun Seyit Baydan To'xtixon Momayning ahvolini anglagan bo'g'achqa, uningga bak hayron qilibmi yurmadi. Biroq shu topda qo'lini har yon ko'tarib yig'lab, o'g'lini charatlab, umtilib ketganlardan sal ajabsindi. Biraylan Qosim Polko'zni belikidan nuqib, onasi qarashga da'vat qildi. Qosim Polko'z darrov diqqatini onasiga o'tirib, irg'ib o'rnidan turdi-da, ayollarni agib o'tib, uning bosh tarafiga bordi. U Momayning o'ziga so'zib turgan qo'lini tutishi bilan Momay uning yoqasini chin qamollab tutib, silkishliginicha ichidan bo'g'ilib yig'lab ketdi. Ayollarning bu ahvollarni ko'rib turaverishga hech toqat yetmadi. Zivarnisa heligacha tomga choplashib qolgan yerda yig'lab turadi. Erlar sizlar bir nimadanlar deganicha ayollarga qarab o'ltirishadi. Zardis qaynagan diqmoq ayol gelini qirib qo'yib, yana gap boshladi. Asli yig'izariga aldirashmasaqmi bo'ladi? Shuncha yo'lni besib, tuqqanlik tilab kelgan mehmonning hurmati bo'lmadi bu yerda. Xayr, elchik o'lim yo'q deb tikan. Bizdan xapalashmasizlar. Biz shu Seyit Payning elchilari. Bu so'g'ilirga begimning amri bilan keldik. Mana, Mao Seyit begimning Zivarnisa xonimning to'yliqiga atag'anlari. Diqmoq ayol kim angladi, kim emas demay, dasturxonga yo'gab kelgan qand kezaklarni, choy va yerim qo'yning tonur kavpini ichib dasturxonga qo'yib, pagoda turgan yigitlarga ishorat qildi. Yigitlar naqshliq seriq sanduqni yerdan bir ilik egizlikda yasalgan supuning ustiga elib, diqmoq ayolga qulaylik bo'lsin uchun yaqin opirib, sanduq eg'izini ichib berib, yana pagoga tushib qo'l bog'lab turishdi. Diqmoq ayol supaga tizilinib o'ltirib, sanduqdan to'yliqlarni bir-birlab chiqardi. Hamda Poloniyaning marvoyit marjini, Pogoniyaning xon atlasi, Manchsar eg'irliqda oltin belayzuk, Manchgram oltin so'ka deb yurib, Seyitboy avatgan to'yliqlarning nomini ko'ptirib so'zlab, hammani dasturxonga yeyib bo'ldi. Oxirida Zivarnisaga qarab dedi. Yig'lab turavermay chaqqan bo'slar xinim. Sizlarning yuzinglarga sat bo'lmasin deb Seyit begim mushu kashqurinda avatdi bizni. Bek kechiga qolmay ketib oladi. Mao egin oyoqlarni ilib dikkada kirib yangishlab chiqsizlar. Maymunam xon, Sudimmi xon, ishkilar birga kirib xonimga yordamlashsizlar. U gapini tugitib, yanada o'ltirgan yoshqini ishki cho'konga ko'z ishorasi qildi. Cho'konlardan biri chaqqonlik bilan oltin jabduqlarni, yana biri kiyim-kechaklarni qo'liga elib, Zivarnisaning yeniga keldi. Zivarnisa u ikkisiga nafratlik olib, zardi bilan vaqirdi. Derhal ko'zimdan yo'qolish. Men bu bir nimalaringni hargiz kiymayman. Nega apasang apirish? Nadin kelgan bo'lsang, shu yerga yo'qolish. Bugun har qaysining qo'lida o'lib ketadigan ish bo'lsa-mu, Eliq Seyit Pay degan to'ng'izingning uyiga hargiz bormayman. Undaq sat gap qilmaslar xinim. Rizq degan g'oyib nima? Ayol kishi cho'qarsizlar. Uningga tegiman, buningga tegmayman, uning uyiga borman, ma'oninkiga bormayman degili bo'lmaydi. Taqdir peshani mushunda xo'p qapti. Buni kimdan ko'gil bo'ladi? Qosim axun o'zi xolab silini Seyit begimga o'tinib bergan yerda sizlar bo'yin tovliq qislar bo'lmas. Yumas suaningni. Seyit begimga igichi singligini opirib solab be. Men hargiz bormayman. Kutmaganda Zivarnisa ilgirki zerakligi ig'ir besiqligiga yot olda diqmoq ayolga til soldi. Ayol boshda bir tatardi. Orqadan qo'lashmagan kulkisi bilan chiroyini ichib, Zivarnisaga zahar xandilacha tikilib turib mondoq dedi. Meningga o'tdak shunda qilg'im bor edi. Igich singlim bo'lamdi, o'z singlim yoki qizim bo'lamdi. Jinsi tishig tava bira tuqqanim bo'lgan bo'lsa, albatta sizlar demisizmi, o'zim xaridorligini qilib Seyit Payga beratdim.
Afsus, undaq tuqqanlarım bo'lmay qaptikan. Yana kelib begimning o'zlariga ko'ngli tushibdi. Buningga mening amalim yo'q. Zivarnisoni o'zligidan ayvashga keltirishga ko'z yetmagan diqmoq ayol ikki cho'konga ko'z ishorasi qilibdi. Ular yig'lab, hiqiqtab ketgan Zivarnisoning ikki qo'ltig'idan yo'lashtirganicha ishkirki uyga elib mangdi. Zivarnisa jon ochchig'ida tepchaklab qattiq bir yo'l qundida ikki cho'konning qo'llaridan ajrab chiqib, ularning qo'lidagi oltin, palton, egin oyoqlarning hammani yerga tushirib etib, hammasini qor yomg'ir tillig'ala turdi. Endi taqat qilishga royi qolmagan diqmoq ayol pagoda turgan ikki yigitga qarab vaqirdi. Har qaysing bu yerga onangni ergi bagil kelishdingmi? Ish mushu daraja yesim yana qarab turishsin, ha? Qo'l bog'lab turgan yigitlar chabdaslik bilan berib, Zivarnisoning ikki belikidan omburda qisib tutdi. Ularning adabsizligidan talvalashgan Zivarniso ingishgunicha birisining qo'lini qattiq tishlab oldi. Qo'li tishlangan yigit vaqirg'inicha to'lg'inib ketdi. Buni ko'rgan yana biri Zivarnisoning mo'risiga kuchab bir mush qo'yib uni aylantiribdi. Va o'shidan ketib yiqilgan Zivarnisoning mo'risiga ortib ko'tirganicha talog'i mangdi. Cho'konlar aloq-jaloq bo'lishib, yerda chechilib yotgan narsalarni terib sanduqqa soldi-da, sanduqni ikkisi injiqlashib ko'tirib, Zivarnisoni ko'tirib mangan yigitning kaynidan chiqib ketdi. Ularning Zivarnisoni ta'tir yudib ko'tirib chiqib ketganligini ko'rgan To'xtixon mo'may har yon qamdinib, talog'i o'mtilib ming-jon bo'lib ketdi. Lekin har qancha qismi o'rnidan turishqa, Zivarnisoning kaynidan bir qadam elishqa imkoniyati yor bermadi. Mo'may bo'g'zida qopsilib qolgan ovozini chiqarishga tirishib, o'kirgandek nari tortqanicha zorlab yig'lab ketdi. Qosim Polko'z xotinini boshqalarning elib chiqib ketganidan ko'ra, onasining shu holda qiynalib, unsiz nola qilayotganiga chidamadi. U na onasining yeniga berishni, na Zivarnisoning kaynidan chiqishni bilmay, dasturxon oldida yukinganicha yig'lab o'tiradi. Mo'mayning qiynalib ketganligini ko'rib, diqmoq ayolning sal ichi og'rib qoldi. Qanday qilamiz? Acha, bizga mutanglik, turmushning g'emi bo'lib qoldi. Begim bo degan yerga bormasak, qil degan ishni qilmasak teqib turdi. Bo'zg'u uyinglarni parakanda qilmasak obdan bo'ladi. Biroq shu taqdir peshonida shu bo'lib qapti. Sabr qisla amdi. Az kunda Zivarnisa xonimi u uyga kunivasi pat-pat kelib sizlarni yo'qlab tura. Ayolning gapini anglab, qaytadigan chog' bo'lganligini pamlagan erlar asta o'rnidan turishdi. Bu yerda yana demak lozim ediki, ayollarni Seyitboy pul berib, bu elchilikni mangdirgani bilan erlarni zo'rlab degidek avatgan. Gerçi ularning bu nomusliq to'y ishiga aralashqisi, bir erning qo'lidagi xotinni yana bir erga elib berishni to'g'ri topqisi bo'lmasimi? Seyitboyning yuziga kelanmay, amalsiz bo'sug'i atlashga majbur bo'lishgan. Bu yerga kelishga chin ko'ngildan roziligi bo'lmag'achqa, boshdan oxiri suvon so'rmay o'ltirib, hamma gapni ayolga tashlab berib, toki bu uydan chiqib ketgicha jimjit o'ltirib berishni loyiq topgan edi. Oldi bilan erlar, oqidan diqmoq ayol o'rnidan turib, hammadan umidi o'zilgan holda yig'lab yotgan To'xtixon mo'mayga xo'sh etib, bir-birlab talog'i mengishdi. To'xtixon mo'may chiqib ketayotganlarning kaynidan nafrat bilan qarab, ba kuchini yig'ib, ularga qartib tükirdi. Tushdan beri o'zining uyidan navrisi bilan birga o'ynab, hamda mugdek bosgan Abbosni ko'targanicha Zivarnisolarning ishga oldiga chiqqan tam qo'shni Avzixon ishk oldida yo'chin otarba mablaning bog'liqlik turganligini ko'rdi. Sinchilab qarab mapada yana 3-4 odam bog'liqini ilg'i qildi. Lekin allaqachon qorong'u tushib ko'z bog'lanib bo'lgan chaqbog'achqa ularni toniyanmadi. Zivarnisoning tuqqanlari To'xtixon mo'mayning kasalini yo'qlab kelgan bo'lmasa yana. Undaq bo'lsa, nemishqa uyga kirmay talada turdig'ando deganlarni xiyol qilgan Havzixon
o'llik ovozda arviliqlarga salom qilib turishiga darvozadan yo'g'on bir necha gavdalar chiqib kelib ot orvisi va mahpalarga joylashdi. Oradan bir ayolning chaqqon haydanglar bak kechiga qolmay ketib olaydi degan ovozi anglandi. Salomi javobsiz qolgan hamda bu ishlarga hayronlikqa kelgan Havzixon quchog'idagi Abbosni o'ri qilib ko'tirib darvoza ichiga sho'ng'idi. Untekin studiyasi. Severnisa notanishli bir uyda yumshoq to'shakda ko'zini ochdi. Chedug'usiz og'rib turgan o'ng mo'risini uvlig'inicha atrofga qarab, bu notanish uy ishini va saramjonlarni esiga erishga tirishgan bo'lsa-mu, faqatla asliyamadi. Uyda ishik tarafdagi tomga yo'linib o'tirgan, uxlab qolgan 30 yoshlik bir ayol bilan o'zidan boshqa hech kim yo'q edi. U asta o'rnidan turib, yotqandan sug'urilib chiqdi. U uyning o'tirg'i cho'ng shira qo'yilib, shira ustiga turli noz-ne'matlarning tizilganligini, yana texi o'zining uydagidinmi esil chini chaynaklarning qo'yilganligini ko'rdi. Chaynakni ko'rib usig'anligini his qildi va asta berib piyolani qo'liga ilishiga tizib qo'yilgan piyola bir-biriga tegishib ovoz chiqib ketdi. Tomga yo'linib uxlab qolgan ayol cho'chib uyg'onib, Zivarnisoni dasturxon oldida ko'rdi hamda yugurib kelganicha uning qo'lidan piyolani ilib, chaynakdan muzdek choy quyib, qani osila deganicha yengil egilib, Zivarnisoga qo'sh qo'llab uzatdi. Zivarnisa bu holdan mangdidi. Ko'zini ochgandan beri notanishliklarga qo'shilib, hamda azaldan ko'rib boqmagan bu notanish ayolning uningga hurmat tavozu bilan muomala qilishi uningga sal g'alati tuyulib o'tadi. Bu qayya? Men bu yerda nima ish qilaman? Bu Seyit begimning qo'riqi. Xenim, o'zlarini Seyit boy avatgan elchilar yetkab akeldi. Kelganda uxlab qopdikanlar, aram elib olsin deb uyg'otmadik. Bu gapni anglab, Zivarnisoning esidan nimalardandir kechishga boshladi. Tuyuqsiz ishik chekib kirib kelgan o'riq semiz, egiz bakar ayollarning qo'llaridagi alohida yo'g'on yo'galgan dasturxonlar, eng kaynidagi ishgalan ko'tirib kirgan seriq to'mir sandiq, atlas ko'nglik ustiga mahmol yepinchi kiygan yoqut to'piliq dehmoq ayolning Qosim Polko'z bilan Seyitboy haqida aytganlari, o'zining qamoqda do'g'i tikilganligi, yerining uturib o'zini tonimaydigan Seyitboy deydigan birining utvog'ini, o'zini elchilikka keldik davoganlarning olatog'il gaplari, oxirida yuz bergan qisqa talash tortish, mo'risiga qattiq bir narsaning urilg'ini. Zivarnisa shuningdan keyingi ishlarni aslayolmadi.